Kene, akam qachon kelar ekan deb so'ramadingizmi? Akangizmi? Ular hush toblaganda uyga keladilar. Ular uchun oila ikkinchi darajada-yu. Lekin akamga havasim keladi. Sizda ayoli bor, qaraganda ko'zni quvnatadi. Afsuski, shu narsalarni qadriga yetadigan odam yo'q-da. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ocha qolmaysanmi tez? Ukamni qo'ydi bitta. Assalomu alaykum. Aka, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. O'tir. Ukam mana shunday yuz qo'lim yuvib chiqing, qari. Choy poylan to'g'rildi tez. Yaxshi keldingizmi, adasi? Rahmat. Ko'cha ham siyotibdi ukam. Ha, nimasini aytasiz aka? Ko'cha ham 50 bo'yotibdi. Shunaqa qizdiryapti, men ham zo'rg'a kelib oldim. Ne bir og'iz telefon qilmading, kuyovim aka deganingda osh qilib stolni chiroyli qilib yasatib qo'ygan bo'lardi. Adasi, siz ham qizuvsiz, jigarni yuvib olgandan keyin kelaveradilar-da, sizdan so'rab keladimi? Ukam, hozir ozgina ishim bor edi. Nima masala bo'yicha kelding? Yo'q, masala emas, prosta tinchmisiz, qanaqasiz deb ko'rgani keldim-da aka. Kelib yaxshi ish qilibsan ukam. Ancha jigarchilar ham esdan chiqib qoluvdi. Unda mana bunaqa ish qilamiz, qara. Shanba kuni meni vaqtim bor. Bir kelsang, xudo xolasa, keling bir qo'lini o'ynatib oshqa beradi. Nima deysan onasi? Ukangizlardan osh aylansin. Qo'llarim o'ynatib osh qilib beraman, adasi. Xafa bo'lmaysan. Shoshilib turibman. Mashinang bormi? Bor. Xolasang olib borib qo'yardim. Yo'q, bo'ldi. Bemalol yetib olavering. Kene, mashinam kaliti qolib ketgan ekan. Shuni olib bera olasizmi? Kalitingiz spalnida turibdi. Xolasangiz, kirib o'zingiz oling. Bo'lar ish bo'ldi. Endi akam bilib qolsa nima qilasan? Agar siz akangizlarga hech narsani aytmasangiz, maza qilib yashab yuraveramiz. Okey, g'alati emasmi? Turgan mashinani kelib urishingizni qarang, ey. Bo'la qol, ne emillaysan? Tinchlikmi? Ukam senga nima telefon qilyapti? Menga qara, gap qisqa qilaman. Menga srochniy pul kerak bo'lib qoldi. Bitta mashinani urib oldim. Bu narsa qilsak bo'ladimi? Tuzukmisan? Aka, uzr. O'rtog'imga qilaman deb chiqinimga qo'yarimman. Qayerdasan hozir? Lakkas tashlab boraman. Bo'ldi, hozir lakkas tashlab yuboraman Telegramni. Xo'p, rahmat. Tinchlikmi, adasi? Nima bo'pti ukajonga? Tinchlik emas-da. Ukam mashina suryapti. Bo'la qani pul tez olib ber menga. Bo'ladi, adasi. Bo'pti, men ketdim, xo'pmi? Ukangizdan kuni ham ish chiqazib turadilar. Bugun vaqtliroq keling, siz yaxshi ko'rgan ovqat qilib qo'yaman. Bo'pti, harakat qilaman tezroq kelishga. Nima bo'ldi, og'ayni? 1 soat o'tib ketdi-yu, yo gai chaqiraymi? Aka, bo'ldi, hozir hal qilamiz. Alo. Siz jinni bo'lib qolganmisiz? Nima menga telefon qilyapsiz? Akangiz bilib qolganlarda nima bo'ladi? Yuragimga sig'mayapti, seni ming'ir. O'zim qilaman senga. Menga qara, jonga